Assalomu alaykum. Yakshanba oqshomingiz hammalaringga muborak bo'lsin. Men yana Zarifa Rajibayeva sizlarning qarshingizda ta'zimdaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlarim, men nima uchun chiqish qilyapman? Men o'zim uchun menga nihoyatda qadrli bo'lgan mahsulotlarim to'g'risida sizlar bilan bo'lishishni jazm qildim. Bir necha yillardan buyon bu mahsulotlarni sevib iste'mol qilaman. Ertaknamo, nihoyat darajada ertaknamo. Daho bu so'zlarni gapirishga ham til ojiz. Shunaqangi bir so'z boyligim menda yo'q. Agar bularda maqtov qilsam arziydi. Nega? Biz uchun tabiatim shifokorim. Biz uchun Oltoy tog'i shifokorim. Biz uchun Olxon oroli shifokorim. Biz uchun Sibir, o'rmon, dengiz o'tlari shifokorim. Men tabiatga nazar solar ekanman, albatta o'simliklarda. Bir donagina tomir ildichchani ko'rsam ham po'palab peshonamga qo'ygim, ta'zim qilgim va uni hurmat qilgim keladi. Nima uchun? Biz kimni avlodi edik? Biz qadrlagan ota-bobolarimiz qani? Biz qadrlagan Ibn Sinolar qani? Biz qadrlagan al-Farg'oniylar, mutafakkir bobolarimiz qani? Bu bobolarimiz biz uchun mana shunday qo'lyozmalarda yozib ketishdi. Mana shunday shifobaxsh kitoblarni bizga baxshida etib ketishdi. Mana endi professor, akademik, doktor navqlarimizga tasannolar aytmaslikda iloji qolmadi. Butun dunyo mamlakatlari 70 tadan ziyod bo'lgan bo'lsa bilmadim, lekin 65 ta mamlakatlar iste'mol qilishini bilaman, qadrlashini bilaman. Rivojlangan mamlakatlar qatorida O'zbekiston ham albatta bilamiz. Buni qabul qildik. Tabiiylik uslubda bo'lganligi uchun. Juda 100% deyolmasam ham 98% ga. Albatta ustidagi kapsulalarni, mana bu idishlarimni hisobga olmagan holatda idishlarni ham yeb qo'ymayman-ku qadrdonlarim. Shuning uchun 97-98% deb ayta olaman. Mana bu mahsulotni nihoyatda sevib iste'mol qilaman. Bahorda, yozda, kuzda iste'mol qilaman. Qon tomirlarimni, limfa tugunchalarni tozalab olish uchun. Men 2000-yili avtohalokatga uchraganman. 2000-yili 7 oy 8 oydan keyin men hassani tashlab oyoqqa turishga boshlagan paytimda suyak chirish kasalligidan, osteomilit kasalligidan o'zimni tabiiy uslub bilan olib chiqib ketganman. Ana shundan keyin oyoqqa turdim degan paytimda mana shu tabiiy Sabiryan Wellness korporatsiyasining mahsulotlari menga yordamga keldi. Men yillarni ayta olmayman, lekin 18 yildan ziyod bo'ldi. Shuning uchun men buni mana shu mahsulotlar bilanman. Shular bilan tirikman. Avvalo Alloh, men buni shifo bo'lsin menga malham bo'lsin deb iste'mol qilaman. Agar men shifo bo'lsin deb esimdan chiqarib qo'ygan bo'lsam, bilmadim. Shunaqangi paytlarda orom namoyon bo'lib turadi. Menga shifo bo'lsin, malham bo'lsin deb iste'mol qilgan paytlarimda menga nihoyat darajada zo'r yordam beradi. O'zim bilib turaman bu narsani, qadrdonlarim. Balki men ertaknamo gaplarda so'zlay turgandirman, lekin aynan haqiqatni gapiryapman. Yolg'on gapiradigan insonga balki o'xshatirgandirman, lekin Allohdan qo'rqaman, yolg'on gapirishdan qo'rqaman. Haqiqatni ham ro'yobga chiqarish uchun men sizlarga gapirishga shaytonman. Xohling shu Sabiryan Wellness korporatsiyasining mahsulotini tanlang, xohling boshqa korporatsiyalarning mahsulotini tanlang. Lekin men baribir mana shu o'zim bilgan narsani qadrlayman. Mana shu to'g'risida kafolat bera olaman.